So'nggi yillarda soliq tizimini yanada tartibga solish maqsadida samarali islohotlar amalga oshirildi. Joriy yilning birinchi choragi davomida sohaga qanday o'zgarishlar kiritildi va fuqarolarga qanday imtiyozlar berildi? Bu savollarga hozirgi lavhamiz orqali hamkasbimiz javob beradi. Soliq tizimini yanada tartibga solish maqsadida o'tgan davr mobaynida qaror va farmonlar qabul qilinib, kerakli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlar, tizimda raqamlashtirish, mahallabay va korxonabay ishlash hamda KPI tizimining joriy etilishi natijasida 2025-yil birinchi choragida budjetga 48.2 trillion so'm soliq tushumlari tushishi ta'minlanib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 19.6% ga o'sdi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar soni 2024-yil 1-aprel holatiga 2.800.000 tashkil etgan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragida ularning soni qariyb 5 milliontaga yetdi. Birgina yengil avtomobilda yo'lovchi tashish faoliyatining o'zini o'zi band qilgan shaxslar faoliyat turlariga kiritilishi natijasida ilgari yashirin ishlagan 602 mingdan ortiq taksi xizmati legallashtirildi. 106-8 millionta tashuvlar bo'yicha chek rasmiylashtirilgan. Bu agregatorlar tomonidan 2025-yilning birinchi choragida 70,5 milliard so'm, shundan 37 milliard so'mi qo'shilgan qiymat solig'i to'langan. Xorijning 68 ta yirik kompaniyalarini O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishiga sharoit yaratib, 2024-yilda ular tomonidan 115.8 milliard so'm soliq to'langan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragida 36 milliard so'm soliq to'lagan. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan islohotlarning izchil davom ettirilishi natijasida 2025-yilning 1-aprel holatiga ko'ra respublikamiz bo'yicha ro'yxatdan o'tgan faol yuridik shaxslarning umumiy soni qariyb 530 mingtani tashkil qilmoqda. Shundan 21 mingdan ortig'i yangi ro'yxatdan o'tgan xo'jalik yurituvchi subyektlar hisoblanadi. Ulardan 3 yildan ortiq faol bo'lgan subyektlar soni 299 mingtaga yetdi. Bundan tashqari joriy yil birinchi choragida ijtimoiy cashback xizmati orqali 168.146 nafar iste'molchilarga 19.7 milliard so'mga yaqin mablag'lar to'lab berildi. Mahalla soliq inspektorlari tomonidan 1.200.000 nafar fuqaro bandligi ta'minlandi. Mahalliy budjetga belgilangan 3 trillion prognoz rejasi 3 trillion 240 milliard so'mga bajarilib, bu 106% ga oshig'i bilan bajarilishiga erishildi. Xulosa qilib aytganda, soliq siyosatini takomillashtirish yurtimizning iqtisodiy barqarorligi va taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega. Ushbu tizimning rivojlanishi tadbirkorlik muhitini yaxshilashga va budjetda barqaror tushumlarning shakllanishiga zamin yaratadi.